Top 3 ta juda ham qo'rqinchli o'yinlar. Sizdan bitta like va obuna, biz esa boshladik. 3-o'rinda Evil Nun o'yini. Ushbu o'yinda siz aqldan ozgan onaxondan prosta maktabda qochishingiz kerak. Tutib olsa sizni aniq o'ldirib tashlaydi. 2-o'rinda esa Dead by Daylight o'yini. Ushbu o'yinda siz yovuz maynakdan qochishingiz kerak va turli xil zadanalarni bajarishingiz kerak. Bu o'yinda siz do'stlaringiz bilan birgalikda mazza qilib, qo'shilishib o'ynasangiz bo'ladi. Birinchi o'rinda esa The Ghost o'yini. Ushbu o'yinni siz katta kasalxonada do'stlaringiz bilan birgalikda qo'shilishib o'ynab, qochishingiz kerak bo'ladi. Har xil sharpalar, ruhlar sizni juda ham qo'rqitishani. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosing, obuna bo'ling va siz qaysi o'yinlarda o'ynagansiz kommentariyada yozib qoldirib, mana shu videoni qo'rqinchli o'yinga qiziquvchi do'stlaringizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin.